Allohimga qaysi ishlarim xush keldiki, meni sendek go'zal, oqila, mehribon, juft halol bilan siyladi. Qalbim qirolichasi, ko'zlarim nuri, umrimning mazmuni. Avvalo, bu dunyoga meni eng baxtli inson qilish uchun tug'ilganingga rahmat. Yaxshiyam borsan, yaxshiyam sendek ayol mening yonimda. Bu mening eng katta baxtim. Allohim umringni ziyoda qilsin. Ikki dunyoda ham bizni birgalikda saodatli qilsin. Seni mening yonimda ekanliging menga hamisha kuch beradi, xotirjamlik beradi. Ko'nglim halovati sen bilan azizam. Sening erkaliklaring, hatto arazlashlaring ham menga o'zgacha kayfiyat beradi. O'sha holatingda ham seni yanada ko'proq yaxshi ko'rib ketaman. Shu vaqtgacha sendan faqat mehr ko'rdim, yaxshiliklar ko'rdim. Mukofot qilib shirindan shakar farzandlarni tuhfa etding. Allohim sen bilan o'tayotgan bu umrimni barakali va davomli qilsin. Sening barcha orzularingni ushaltirishda o'zi menga kuch bersin. Seni biz uchun yaratganning o'zi asrasin. Ko'zlaringdan dard yoshlari to'kilmasin. Buni ko'rishga men toqat qila olmayman. Men sen bilan butunman. Men sen bilan hayotman. Parvardigordan so'rayman. Hech qachon bizni ayirmasin. Doim yonma-yon bo'laylik. Qara, to'yimizga ham 12 yil bo'libdi. Shu vaqt ichida biz yana ham bir-birimizga mustahkam bog'landik. Inshaalloh uzoq yillar bir-birimizga mana shunday suyanib, sevilib yashaylik. Seni jondan ortiq yaxshi ko'ruvchi, lekin har doim ham buni o'zingizga ayta olmaydigan turmush o'rtog'ingiz.